Bugun qo'ldagi yana bir kuchli og'riq sababi haqida gaplashamiz. Kaftingizni harakatida, ayniqsa bosh barmoqni ishlatganingizda, uni asosida kuchli og'riq bo'lyaptimi? Bu Dekerven kasalligi bo'lishi mumkin. Nima uchun Dekerven kasalligida aynan bosh barmoq asosida kuchli og'riq kuzatiladi? Buning sababi shu joydagi maxsus kanal orqali o'tuvchi yozuvchi paylarni boylam ostida qisilishi va yallig'lanishi hisoblanadi. Yallig'lanishning sababi esa bosh barmoqning doimiy nagruzka bilan ishlashidir. Qo'lingizda og'riq bor, lekin qaysi kasallik ekanligini bilmayapsizmi? Chunki qo'lingizdagi og'riqlarning sababi turlicha bo'lishi mumkin. Hozir men sizga Dekerven kasalligi sizda bormi yoki yo'qmi, buni aniqlashni o'rgataman. Buning uchun maxsus test o'tkazamiz. Bu Finkelstein testi deb ataladi. Kaftingizni mana shu holatda ushlang va bosh barmog'ingizni kaft ichiga buking. Qolgan barmog'ingizni esa bukilgan bosh barmoq ustiga yoping. Kaftingiz mush holatiga keldi. Shu mushni pastga bukishga harakat qiling. Agar bukilgan paytida bosh barmoq asosida, ya'ni mana shu yerda kuchli og'riq paydo bo'lsa, demak sizda Dekerven kasalligi tasdiqlandi. Buning davolash usullari turlicha. Fizioterapiya, dori-darmonlar bilan davolash, maxsus ortezlar taqish va kam invaziv operatsiya usuli hisoblanadi. Tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkinki, dori-darmon va fizioterapiya yordamida davolash vaqtinchalik bo'lishi mumkin. Aksariyat holatlarda esa bu usullar bilan davolash vaziyatni og'irlashtirib yuboryapti. Shu sababdan eng samarali usul kam invaziv operatsiya yo'li deb aniq ayta olaman. Chunki kanal ichida qisilgan poyni ozod qilmaguningizcha u sizga kuchli og'riq beraveradi. Men doktor Ulug'bek, ko'p yillik tajribaga ega qo'l va oyoq mikroxirurgman. Agar o'zingizda Dekerven kasalligini aniqlagan bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va qabulimga yoziling. Va bu kasallikdan tez va samarali xalos bo'ling.